Barchaga salom. Hafta jamoasining navbatdagi videosiga xush kelibsiz. Oltin to'p topshirilgan haftada juda ko'p qiziqarli matchlar, sensatsiyalar va qahramonlarga ega 7 kun bo'ldi. Ortiqcha vaqt sarflamasdan tarkibga o'tamiz. Darvozabon Alisson. Garchi Liverpool Premier Ligada mag'lub bo'lgan bo'lsa-da, Alisson 5 ta seyv bilan o'yinning eng yaxshi futbolchisi bo'lmoqda. 86% paslar aniqligi, bitta duellarda qozonilgan g'alaba va aytib o'tganimdek 5 ta seyv. Agar Alisson bo'lmaganda Liverpool kattaroq hisobda mag'lub bo'lishi ham mumkin edi. Markaziy himoyada Gabriel Magalhaes va Alessandro Bastoni. Gabriel Arsenal safida dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachilaridan biriga aylanib bormoqda. O'tgan Newcastle-ga qarshi bo'lgan uchrashuvda ham himoyachi so'nggi daqiqada gol kiritib, Arsenalni qutqarib qoldi. O'yin davomida esa Newcastle'ning 11 ta hujumlarini to'xtatgan va 2 ta zarbaga blok qo'ygan. Albatta bitta blok qo'l bilan amalga oshirilgan bo'lsa-da, statistikaga kiritiladi. Alessandro Bastoni esa Cagliariga qarshi o'yinda assistni amalga oshirib, 2 ta muvaffaqiyatli patkat va 3 ta hujumni to'xtatib tarkibdan joy egallamoqda. Qo'shimchasiga 100% duellardagi g'alaba va 85% aniq paslar yo'llagan. Chap qanotda Konrad Laymer. Bavariyaning chap qanot himoyachisi Alfonso Davies yo'qligida o'zini yaxshi ko'rsatmoqda va agar Davies jarohatdan qaytsa ham, uning asosiy tarkibga qaytishi qiyinroq bo'lsa kerak. Laymer tarkibga Werder Bremer bilan bo'lgan uchrashuv uchun kiritilmoqda. Bitta gol, 100% havodagi kurashlardagi g'alaba, 5 ta kalit pas. Eslatib o'taman, Laymer himoyachi va 2 ta hujumni to'xtatgani uchun o'yinning eng yaxshi futbolchisiga ham aylandi. O'yin qanotda esa Mateus Nunes. Bir tarafdan Mateus Nunes o'z o'yinini tiklayotgani uchun xursandman, lekin boshqa tarafdan u Abduqodir Husanov pozitsiyasida bu ishni qilmoqda. Ertaga Husanov jarohatdan qaytsa ham Nunes uni o'rnini olib qo'ymasa bo'lgani. Portugaliyalik futbolchi Burnleyga qarshi o'yinda bitta gol urib, 3 ta hujumni bartaraf etgan. 100% krosslar aniqligi hamda bitta zarbaga qo'yilgan blok bilan bizning himoyamizni yopmoqda. Yarim himoyada Nico Paz. Como safida harakat qiladigan Real Madridning ushbu argentinalik yarim himoyachisini kuzatib borishingizni maslahat beraman, chunki 1-2 yil ichida u super yulduzga aylanadi. Cremonze jamoasiga qarshi bo'lgan A seriyadagi o'yinda ham yarim himoyachi bitta gol urib, 4 ta kalit pasni amalga oshirgan. A seriyaning eng reytingi baland futbolchilar ro'yxatida ham u yetakchilik qilmoqda. Ikkinchi o'rinda Luka Modric. Keyingi yarim himoyachi Pedri Gonzalez. Adashmasam hafta jamoasining har bir sonida yarim himoyada Pedrini ko'rmoqdasiz va bu bejizga emas. O'yin davomida gol va assistni amalga oshirmasdan MVP sovrinini qo'lga kiritish deyarli imkonsiz. Lekin Pedriga emas. Sociedad bilan o'yinda Pedri yaratgan golli vaziyatlar shunchalik ko'p ediki, lekin hujumchilar Lewandowski va Ferran Torres qo'ldan kelgancha ushbu vaziyatlarni ko'kka sovurishdi. 92% aniq paslar, 2 ta kalit pas, 4 ta muvaffaqiyatli dribling bilan bizning tarkibga kirmoqda. Do'stlar, maslahatim Barselonaga muxlislik qilmasangiz ham Pedrining o'yinini kuzatib borishingizni so'rayman. Chunki ushbu futbolchi kelajakda Iniestadan, Xavi, Modric va Krooslardan ham buyukroq bo'lishi mumkin. Agar jarohatlar xalal bermasa albatta. O'yin qanoti yarim himoyachi Arda Güler. Güler bizning tarkibda Atletico va Levante'ga qarshi uchrashuvlar uchun kiritilmoqda. Ko'proq Levante'ga qarshi o'yin uchun o'sha uchrashuvda assist qilib, jamoasi bilan g'alabaga erishadi. Atletico bilan o'yinda ham Güler gol va assist qilib 60-daqiqada almashtirilgan. Xabi Alonso qo'l ostida ushbu futbolchi ochilayotganini va yangi o'zilga aylanayotganini ko'rish juda quvonarli. 2 yil zaxirada o'tkazgan yillardan keyin ko'pchilik uni boshqa jamoaga ijaraga ketishini ham aytishgan. Lekin ushbu mavsum boshidan beri Güler juda stabil va produktiv o'yin bilan Real Madridning asosiy futbolchisiga aylanmoqda. So'nggi yarim himoyachi Jeremy Doku. City'ning fantastik g'alabasida va Hollandning urgan gollarida juda katta hissa qo'shgan futbolchi. Doku uchrashuv davomida bitta assist qilgan bo'lsa-da, 4 ta kalit pas va bitta golli vaziyat yaratgan. Undan tashqari 8 ta muvaffaqiyatli dribling hamda 11 ta duellarda ustun kelgan. Doku juda past baho berilayotgan futbolchilardan biri. Driblingga hozirgi futbol uchun juda kamdan kam uchraydigan talant. Xuddi Eden Hazard bir paytlar Chelsea'da yondirgandek, Doku ham yaqin yillarda City'ning asosiy vingeriga aylanadi. Hujumda Kylian Mbappe. Eslatib o'taman, ushbu reyting 30-sentyabrgacha bo'lgan o'yinlar asosida tuzilgan. Qayratga qarshi hat-trigi keyingi hafta reytingiga qo'shiladi. Mbappe La Ligadagi so'nggi 2 ta o'yinda 3 ta gol kiritib, fantastik formada o'ynamoqda. Levante'ga qarshi dubl va super pushka gol. Atleticoga qarshi o'yinda ham hisobni tenglashtirib, Realni o'yinga qaytargan. Xullas, oltin to'p 2026 uchun Mbappe juda yaxshi imkoniyatga ega. Jahon chempionati borligini hisobga olsa, kelasi yil aynan Kylian ushbu sovrinni qo'lga kiritishi ham mumkin. So'nggi futbolchi bu Declan Julian Alvarez Rice. Do'stlar, Primerodagi so'nggi 2 ta uchrashuvda Alvarez 5 ta gol kiritgan va bulardan faqat bittasi penaltidan. Realga qarshi urgan gol esa shunchaki shedevr. Alvarez gol urishiga qo'shib, jamoasi himoyalanayotganda ham juda yaxshi taassurot qoldirmoqda. Realga qarshi o'yinda Julian 3 ta kalit pas va 3 ta aniq amalga oshirilgan krosslar bilan bizning tarkibdan joy olmoqda. Bosh murabbiy Diego Simeone. Madrid derbisidagi Atleticoning g'alabasi ham bu tasodif emas. Diego Simeonening taktikasi. To'g'rida 5-2 tasodifan yutib bo'lmaydi. Atletico o'yinda ham juda
yaxshi hujumlar qildi va himoyani ham yaxshi ushlab turdi va bularning barchasining sababchisi Diego Simeone. Haftaning eng yaxshi futbolchisiga o'tamiz va ushbu o'yinchi Julian Alvarez Rayo Vallecanoga qarshi hat-trick, Realga qarshi dubl va jarimadan super gol kiritib, mavsumning eng chiroyli gollaridan birini urdi. Bunday futbolchi Atleticodan ham kuchliroq jamoada o'ynash kerak meni nazarimda. Eng yomon futbolchi esa Real Madridning himoyasi. Himoyada faqatgina Militao yaxshi harakat qilayotgan edi, lekin ikkinchi taymda jarohat sabab u ham almashtiriladi. O'rniga tushgan Asensio esa vazifasini umuman bajara olmadi. SofaScore tomonidan himoyachilar reytingi hech qaysi biri 6 ga ham chiqmagan. Militaodan tashqari, to'g'risi havodagi kurashlarda Realning ushbu himoyasi juda zaif ko'rinmoqda. Xabi Alonso nimalarnidir o'zgartirish kerak. Top 2 ta markaziy o'yinni Real Madrid 2-5 Atletico bilan boshlaymiz. Real endi to'liq kolleksiyani yig'ib olmoqda. Oldiniga ular Barsadan 5 ta gol o'tkazib yuborishgandi. Endi Atleticodan va bularning hammasi 1 yil ichida. Ro'yxatda faqatgina Manchester United qolmoqda menimcha. Madrid jamoasining mag'lubiyatining asosiy sababi bu Alonsoning eksperimentlari va Bellingham hamda Gülerning birga maydonga tushirilganidan boshlandi. Bellinghamni o'zi umuman asosiyda tushirmaslik kerak edi. Hali jarohatdan endi qaytmoqda va optimal formada ham emas. Oldinlari Bellingham hujumkor pozitsiyada o'ynasa ham, himoyaviy tarafdan ham jamoasiga yordam berardi. Lekin bu safar unday bo'lmadi. Xabi Alonsoning jamoasida pressing ham yo'q edi, to'pni ham oldinga yetkazishda muammolar kelib chiqdi. Ikkinchi taymda esa Real umuman sochilib ketdi. Alvarezning gollaridan keyin Simeone jamoasi esa oldingidek himoyaga yotmasdan bu safar qiziq va hujumkor o'yin namoyish etishdi. Lenormandning goli ham tasodif emas edi. Realning ikkinchi qavatdagi o'yini esa ayniqsa himoyada shunchaki rasvo edi. Atleticoning 3 ta goli krosslardan kiritilgan. Alexander Sörloth va Robin Lenormand bosh bilan Alvarezning penaltisi ham Asensioning xatosidan keyin kelib chiqdi. Lekin Real butun mavsum davomida bunday o'ynamaydi. Bu shunchaki bir o'yinlik omadsizlik desak bo'ladi. Ikkinchi uchrashuv esa Crystal Palace 2-1 Liverpool. APLning 2 ta hali mag'lubiyatga uchramagan jamoalar o'rtasidagi o'yinda Liverpool Manchester United va Chelsea ni qo'llab-quvvatladi. Birinchi taymda Liverpool deyarli hech narsa qilmagan, faqatgina to'p nazoratini hisobga olmasak. Isak esa umuman ko'rinmadi va agar Alissonning sevlari bo'lmaganda, Liverpool birinchi taymning o'zida 3-0 yutqazgan bo'lardi menimcha. Ikkinchi taymda esa Liverpool sal o'ziga kelgan va Kezaning gol sabab hisobni tenglashtirib olishdi. Va o'yin so'ngida Liverpoolni o'z quroli bilan jazolab ketishmoqda. Ya'ni Crystal Palace qo'shib berilgan daqiqalarda gol urib, 3 ochkoni olib ketishdi. Nima bo'lganda ham Liverpool hali bir APL peshqadami va katta ehtimol bu muammolarga qaramasdan APLni qo'liga kiritsa ham kerak. Do'stlar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Agar rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Ushbu haftaning tarkibidan kimni olib tashlar edingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.